Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, hech ishim yurishmaydi, qancha harakat qilmay. 2-3 kishini oldiga qizini so'rab bordim, yetimsan, ota-onang yo'q deb berishmadi. Nima qilishni ham bilmay qoldim. Nogironman, shuni ham ko'p gapirishadi debdilar. Vaqtincha hammasi. Siz aytayotgan bu narsalar agar ayb, nuqson bo'lganda Alloh rasulini bunaqa qilmasdi. Lekin mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh nima degan? Alam yajidka yatiman fa'awa. Sizni yetim holda topib boshpana bermadimi Alloh? Mana qarang, payg'ambarimiz ham yetim bo'lganlar. Bir ayb narsa emas ekanki bu, payg'ambarimizga Alloh shuni ravo ko'rgan, balki bu yaxshi ekan. Avajatga dollan fahada. Adashgan holda topib hidoyat bermadimi? Avajatga ailan fa'aghna, kambag'al holda topib boy qilmadimi? Demak, Rasululloh ham kambag'al holda topilinib, ya'ni boydilar, keyin boydilar degandan maqsad oyoqqa turdilar. Balki bu insonni o'sha avvalda qiynalishi, keyinida hayoti iziga tushishligini alomati. Avvalda qiynalmasligi, keyinida qiynalishligiga sabab bo'ladi ko'pincha. Siz hozir mana umringizda ilk bosqichda yo qiynalyapsizmi? Bilingki, aksar holda shunaqa bo'ladi. O'zi Allohning bir taqdiri, bu odam zotdagi sunnati. Aksar holda keyingi bosqichda hayotingiz izga tushib ketadi. Mana hozir Alloh rasuliga aytayotgan ekan. Siz bunday qaraganda umrining ilk bosqichida yalla qilib yurgan odamlar aksar holda ko'ring, umrining keyingi bosqichida qiynaladi. Odam iloji yo'q, bu dunyoda ikki xil bosqichdan o'tadi. Sabr bosqichi bor, shukr bosqichi bor. Kimdir birinchi yashaydi sabr bosqichini, keyin shukr bosqichini yashaydi. Kimdir aksi bo'ladi. Umrining ilk davrida birinchi o'sha bayat shayat to'kin sochin hayot, yoki shukr qilinish kerak bo'lgan davr. Undan keyin qarasangiz qiyin hayot keladi unga. U sabr qilish kerak bo'lgan davr keladi. Ana shuning uchun mana Umar radhiyallohu anhu aytganlar, sabr va shukr ikkita ulov. Ya'ni biz oxirat safariga qadar shuni ustida boramiz. Men uni qaysi birini minishimni menga qizig'i yo'q deganlar. Ya'ni yo sabr bilan bu dunyodan o'tamiz, yo shukr bilan o'tamiz bu dunyodan. Ikkisini ham shu bir joyga itiladi bizda. Masalan, mana bir joyga safar qilmoqchisiz, yo samolyotda borishingiz kerak, yoki poyezdda borishingiz kerak. Baribir o'sha joyga borasiz, bitta joyga borasiz. Dunyodan o'tish ham xuddi shunaqa. Yo qiynalib sabr qilib o'tilinadi, baribir boramiz o'sha yerga. Yoki to'kin sochin ofiyatda shukr qilinish bilan o'tilinadi, baribir o'sha yerga boramiz. Ikkisini ham ibodat, ikkisini ham qilish kerak vaqti kelganda. Siz bilmaysiz qaysisi sizga yaxshiroq. Sizga shu sabr bosqichi bilan o'tish yaxshiroqdirki, Alloh shuni taqdir qilib turibdi hozir. Kimgadir yo'q, bu narsa yomonlik bo'ladi, chidolmaydi deyindan qaytib ketishi mumkin. Unga shuning uchun Alloh bir shukr bosqichini beradi. Shuning uchun Allohga hamma zamonda shukr qiling. Allohning taqdiriga rozi bo'ling. O'zingizcha o'zingiz Allohdan araz qilmang, Allohga unaqa qilgan taqdirdan unaqa qilma, bunaqa qil demang. Allohda nima sizga taqdir qilsa, o'shanga rozi bo'lish mana shu aslida ibodat, qullik deyiladi. Qiz bermasa, biz ko'p aytayapmiz. Izzatingizni biling, boring juvonga uylaning. Rasululloh ham yetim edilar, mana hech kim qiz bermasdi. U juvonga uylandilar Hadisha onamizga. Hadisha onamizga uylanishni ham aytganlar, otangiz rozi bo'larmikan deb. Ammo rozi qildilar Hadisha onamiz o'zi. Shuning uchun ya'ni bunaqa hayotda bunday qarab inson bir holatdan oldiga bir to'siq chiqsa, o'sha to'siqda katta narsa deb o'ylab yotavermay, shu to'siqdan bir aylanib o'tib ketish yo'llarini izlash kerak-da. Siz hozir to'xtab qolgansiz o'sha to'siqda. Yoki mana hech kim menga qiz bermayapti, ishim yurishmayapti. Yo'q, qiz beradi, siz qiz so'ramang. Juvon so'rang, boring, beradi. Men endi hayotga bir marta kelib shunaqa juvonga uylanaman deysiz, yo'q, qiziga ham uylanasiz. Siz Allohga tavakkal qiling. Dunyoga biz shu Allohni rozi qilish uchun kelganmiz. Ilk maqsadimiz mana shu bo'lsa, qolgan hammasi sizga tushib ketadi. Bizni birinchi darajadalik maqsadimiz shu Allohni rozi qilib, dunyodan bandachilikni qilib o'tib olish bo'lmaydiki, keyin mana shu yo'ldagi har narsa bizga to'g'anoqqa o'xshab ko'rinaveradi. Agar o'zimizning maqsadimizni topib olsak, bu hech qanaqa narsa yo'lda to'g'anoq bo'la olmaydi. Hammasidan sakrab yoki aylanib o'tib ketilaveradi. Shu eng katta maqsad sari bizni o'sha yetqizsa bo'ldi. Mana Jobir radhiyallohu anhu bo'ydoq holda juvonga uylandilar. 9 ta singlisiga qarashligi uchun onalik qiladi deb Rasululloh maqtadilar. Nimaga bolalar shunaqa qilib asos qo'yaveradi o'ziga? Qiz bermayapti deb. Qiz bermasa juvonga uylanish kerak. Qani qizlar qosin qari qiz bo'lib, keyin nima qiladi bermaydi. Majbur beradi ota-onalar ham keyin. Shuning uchun aytishadi ulamolar, bozorda nima narsani arzonlatmoqchi bo'lsang, nima qilib olma o'shani, sotib olma. Hozir yigitlarga ham tavsiya shuda, ana qizlar deydi katta mahal qo'yapti,
tegmayapti deydi. Bo'ldi. Olmang siz ham. O'sha bozorda nima qimmatlab ketsa, uni arzonlatishning yo'li nima? Olmaslik. Sabr qilish. Ana shunga o'xshab bu ham iziga tushadi keyin. Endi muhimi taqvo qiling, o'zingizni isloh qiling. Bu narsa sizga bejizga bo'lmaydi. Alloh sizni o'zi bilan ehtimol mashg'ul qilishni istaydi. Ya'ni shuning uchun sizga oldingizda hayotingizga qiyinchiliklar beradi. O'shanda siz Allohga qaytasiz, unga noliysiz, unga Allohga arz qilasiz. Allohga dardingizni aytasiz. Ana shu narsani Alloh sizdan istaydi. Allohga osondir. Nogiron boshqa degan gaplar ham sizga shunaqa tuyuladi. Aslida odamlar men bilmadim-ku, lekin bunday qaraganda ko'pchilik inson bir jismonan bir ayb nuqsoni bor odamni ayblashdan hayo qiladi. Bir ikkita ahmoqlar bo'lishi mumkindir, lekin aslida odamlarda baribir yaxshilik bor. Ayniqsa musulmon xalqda ichida. Bir odamning bunday jismonan bir xilqatiga qarab ustidan kulishmaydi. Faqat odamda o'sha rohba ijtimoiya deyishadi buni. Ya'ni xalqqa aralashishdan cho'chish hissi ana shunaqa tuyg'uga odamni his qilishiga sabab bo'ladi. Hamma menga qarayapti, hamma meni ayblayapti, hamma meni ustimdan kulyapti deb odam o'ziga o'zi shunaqa narsani yasab oladi. Bu jamiyatdan qo'rqish deyiladi yoki jamiyatning malomatidan, jamiyatning nigohidan. Bitta odam o'zi xayol surib qarab qolsa ham menga qarayapti deb o'ylaydi kishi. Yo'q, u sizga qaragani yo'q. Yoki bitta odam o'zi bir hayotidagi narsani, hodisani eslab kulsa ham meni ustimdan kulyapti deb o'ylash hissi. Bu o'sha odamlarning nazaridan qo'rqishdan paydo bo'ladi. Undan qo'rqmang, undan hayo qilmang. Bu odamlar odam sizga o'xshagan, hammaning o'ziga yarasha tashvishi, hammaning o'ziga yarasha nuqsoni bor bu dunyoda. Illa bir ikkita ahmoqlar o'zinikini ko'rmay boshqanikini masxara qilish mumkin. Endi unga parvo qilinmaydi, sabr qilinadi. Allohu alam.